Hozirgi aytmoqchi bo'lgan gaplarim ayrim book blogerlarga tegib ketishi mumkin, lekin maqsadim ularni xafa qilish emas, chunki ular o'zini tanqidchi deb ataydi. Albatta tanqidni qabul qiladi, to'g'ri qabul qiladi degan umiddaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Agar oxirigacha ko'rsangiz 3 raqamini qoldiring. Agar sabringiz yetmasa, iltimos 1 raqamini kommentariyaga qoldiring. Like bosib, obuna bo'lishim esdan chiqmasin. Ayrim book blogerlar kitobni tanqid qilsam, ularni maqtaganlarga nisbatan obro'yim balandroq bo'ladi yoki aqlliroq ko'rinaman, kitobni yaxshi tushungan ko'rinaman degan xulosada shekilli. Lekin aslida o'zlari tanqid nimaligini nazarimda tushunmaydi. Hatto o'sha tanqid qilayotganlar, masalan, Ozod Sharafiddinni tanimasa ham kerak. Kim u odam, nima ish qilgan? Shaxsan men o'zbek tanqidchilarining ichida eng buyugi Ozod Sharafiddinov deb bilaman. Ya'ni bu meni shaxsiy subyektiv fikrim. Sizlarda balkim boshqa variantlar ham bo'lishi mumkin. Ozod Sharafiddinov aytgan, tanqidchi adabiyot bog'iga bolta bilan emas, toqqaychi bilan kirish kerak degan. Ya'ni tanqidchining maqsadi kitobni, shu asarni o'ldirish, yo'q qilish emas, loyga chaplash, balki uni boshqacha rakursda ko'rsatib berish. Bizdagi tanqidlarni ko'p eshitib ko'rdim, chivin ham odam bezor qildi. Juda sayoz. Ya'ni ular tanqid qilgan narsa asosan muqova, shrifti yoki nomi, ko'pincha nomi, ichidagi qanaqadir iboralar, lekin ular adibga emas, ko'proq baribir nashriyotga bo'ladi. Ya'ni bu tanqidlarni kimdir noto'g'ri tushunib, "Va kitob yomon ekan" degan xulosaga kelish kerak emas. Shunchaki u dizaynerda yoki nashriyotda yoki qanaqadir tipografiyaning xatosi bo'lishi mumkin. Haqiqiy tanqidchi bu narsalardan ko'ra ichki g'oyaga e'tibor beradi. So'zlarga emas, albattani o'rniga nimaga doim ishlatilgan deb e'tiroz bildirmaydi. G'oyaga e'tibor beradi. O'zi bunday olib qaraydigan bo'lsak, 99% kitobdan tanqid topsa bo'ladi. Har qanday kitobdan, o'sha buyuk kitoblardan ham. Misol uchun siz Sofoklning Shohiy deb asarini o'qib chiqsangiz, bu yerda onasi bilan zino qilgan bir erkakning baxtsizligi yozilgan. Siz turib bizni dinimizga to'g'ri kelmaydi, madaniyatga to'g'ri kelmaydi, onasi bilan ham zino qilamiz deb tanqid tashlashingiz mumkin. Va o'rinli, lekin u baribir buyuk asar bo'lib qolaveradi. Garchi bizning mentalitetga umuman yot bo'lsa ham buyuk asar bo'lib qolaveradi. Xohlagan kitobdan topishingiz mumkin. Hatto masalan Mahab Xoratdan topishingiz mumkin. Orxon Pamuk kitoblaridan, Steven King kitoblaridan, Dostoyevskiy, Tolstoylardan ham kamchilik topsa bo'ladi. Lekin bitta narsani unutmaslik kerak, siz kitobni tanqid qilyapsizmi? Tomoshabin bilsin, maqsadingiz kitobni yo'q qilish emas, maqsadingiz kitobni boshqacha rakursda ko'rsatib berish. Tanqid qilishdan maqsad mana shu, fikrlar xilma-xilligi, ya'ni fikriy pluralizm deydimi? Ozgina tilim kelishmaydi mana shu so'zga. Xilma-xil bo'lish kerak. Hamma bir xil fikrlash kerak emas. Bitta kitobni o'qib bir odam bitta tushunchada bo'lmaydi. Har xil tushunchalar oladi degan ma'noni singdirish. Yana cho'zilib ketdi gapim. O'sha 3 daqiqa bo'lyapti. Hammaga rahmat qo'llab-quvvatlaganlar uchun. Bu hammasi samimiy gaplar. Hurmatli ko'rarmanlar, sizlarni 3 minutga o'rgatmoqchiman. Bugun ham fikrlarim juda ham cho'zilib ketadi. Oldindan like-ni bosib, kommentariyaga 3 raqamini qoldiraylik, oxirgacha ko'rgan bo'lsak. Oxirgacha ko'rmasangiz ham kommentariyaga biror belgi qoldirib ketinglar. Umuman olganda kitob o'qiydigan odamlarni ikkita toifaga bo'lish mumkin. Birinchi toifa kitob o'qiydi, tushunmaydi. Ikkinchi toifa kitob o'qiydi, tushunadi va ikki yo'nalishda savol bera oladi. Tushunmaydiganlar uchun badiiy kitob, nobadiiy kitob, ilmiy kitob, diniy kitob farqi yo'q. Shunchaki ularda so'zlar kombinatsiyasi o'zgargan deb hisoblaydi. Ya'ni ular faqat sizga syujetni aytib beradi. Bunaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan. Ozginaligi ketsa yo'nalish, umuman tushunmay, qancha tushunmasa, shuncha syujetni aytish kamayib ketaveradi. Endi boyagi kitob o'qib tushunadigan odamlar ikki yo'nalishda savol beradi dedim. Birinchi yo'nalish bu asosiy yo'nalish, ko'pchilik shunaqa bo'ladi. Tashqariga savol beradi. Nimagadir tashqarini o'zgartirish kelib qoladi. Men mana kitobni o'qidim, bunaqa degan. Mana kitobni o'qidim, bunaqa degan. Nimagadir tashqarini, xuddi yangi diniy bilib o'rgangan odamga o'xshaydi. Yangi namozxonni tanishingiz bo'lganmi yoki yangi diniy bilimga kirgan, yangi diniy tushunchalarni olgan odam. Shu tashqariga kirib quruqni o'zgartmoqchi bo'ladi sinfdoshlarni. Bunaqa qilish mumkin emas ekan, bunaqa qilish mumkin emas ekan, bunaqa qilish mumkin emas ekan. Ha, o'zingdan o'z. Lekin e'tibor bersangiz, bola o'zgarmagan. Shunchaki gapirishi o'zgaryapti. Ya'ni amalda hech narsa yo'q. Ya'ni o'zini o'zgartirib gapirmasa ham, "Men do'stimiz o'zgarib qopti, nima qildi ekan, nima bo'ldi ekan" deb, "Qanaqa kitob o'qidi ekan" deb savol bersa bo'lardi, lekin u o'zini o'zgartmaydi, tashqariga harakat qiladi. Endi mantiqsizlikni qarang, bir odam bitta katta g'oyani ushlatdi, 300 betlik kitob yozdi. Siz o'sha g'oyani oldingizda 1 minut resda gapirib beryapsiz. Mantiq qani? 3-chi odam nima keragi bor? Ya'ni 1 minutda o'rgansa bo'lsa, bu odam 300 betlik kitobni nimaga yozar edi? Ya'ni aytmoqchimanki, realisda hech qachon bilimi bo'lmaydi. Meni realistamdan ham xuddi shunday. Faqat kitob o'qib olish mumkin, boshqachasi emas. Mana motivatorlar chiqib,
falonchi, pismadonchi degan ekan. Вообще neeffektivniy. To'g'ri, ular aytishi mumkin. Yaxshi ish qilyapmiz, vayner emasmiz-ku, gunoh tariqmayapti. To'g'ri, lekin samara past, o'ta past. Endi eng kam toifa odamlar, kitob o'quvchilar kitobni o'qiydi, tushunadi va ichkariga savol beradi. Ya'ni o'ziga. To'xta, menda qanaqa kamchilik bor, kitobdan nima oldim, nimani o'zgartsam bo'ladi? U savol beradigan o'ziga o'xshab tentak qo'shib o'ziman gaplashib o'tirmaydi. U o'zidan o'zi ketadigan jarayon. Men doim aytaman, kitoblar bu mozaikani bo'laklari, bu puzzlelar miyada joylashib bir katta portret chizadi. Siz qancha ko'p kitob o'qisangiz, bu mozaika bo'laklari shuncha ko'p bo'ladi. Yani katta bir kartina hosil bo'ladi. Qancha kam kitob o'qisangiz, bu mozaika tergansizlar, menimcha kam bo'laklar, 4 talik bo'lsa 4 talik, 5 ta bo'lsa 5 ta, 1000 ta bo'lsa 1000 talik katta mozaika hosil qiladi. O'sha gap, like bosinglar, kommentariy yozinglar. Yana cho'zilib ketdi. Sizlarni shu 3 minutga o'rgataman. Iltimos fikrlaylik, qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'laylik. Agar siz mashhur kitobxon bo'lmoqchi bo'lsangiz, ikkita yo'lini o'rgataman. Birinchisi ozgina qiyinroq. Uning uchun siz bitta kibor kitobxonni topasizda, oyog'ini tagiga bitta qo'yni so'yib yuborasiz. Bu xarajat, lekin bu yoqmadi, to'g'risini aytinglar. Kommentariy yozasiz, bu yoqmadi. Ikkinchi usul osonroq. Uning uchun siz atigi 3 ta kitobni o'qishingiz yetarli. Quruqlarda, mana kitobxonlar quruqida o'zingizni xuddi jorvargandek kitobxondek tutasiz. Bu birinchisi. Fyodor Mixaylovich Dostoyevskiyning Jinoyat va jazo asari. Ikkita uchta ismni bilib qo'ysangiz bo'ldi. Shu Raskolnikovni biling, Marmeladovni biling, yana bitta ikkita ismlarni bilsangiz, u ssenariyni ozgina qunzamay qo'shib aytib bersangiz bo'ldi. Asli jinoyat nima, jazo nima edi, tushunmasangiz ham farqi yo'q. Jinoyat deganda faqat bolta bilan odam o'ldirishni tushunadi. Lekin o'zi porani berib yuraveradi, ishni besh qilib. Vijdon qiynalishi haqida bilmaydi. Bolalarning haqqini yeb yurgan qancha. Ikkinchi kitob, endi o'zbek adabiyotini o'qib qo'yishimiz kerak, to'g'rimi? O'zbekistonda kimni o'qigansangiz uyalib qolmaylik-da. Bu O'tkir Hoshimovning Ikki eshik orasida. Buni ham tushunishimiz shart emas. Endi shu ikkalasini o'qidik, endi jadidlardan ham bitta bo'lsin, ha. Abdulla Qodiriy o'tgan kunlarda o'qib qo'yaylik. Buni o'qish ham shart emas. Kinosini ko'rganmiz-ku, shunchaki o'zimizni o'qiganman deb tutsak ham bo'ladi. Ichidan umuman tushunmasangiz ham mayli. Asli undagi siyosat, muhit, undagi asli o'sha muhabbat timsolida yashiringan g'oyalarni vaqti tushunmasangiz ham farqi yo'q. Itga ham qiziq emas bir mavzuda video olmoqchi bo'lib turibman. O yomon qo'pol bo'ldi-ku, bu madaniyatsizlik-ku. It deyapsan, orqangda shuncha kitob bor, madaniyatli gapirsang bo'lmaydimi? Sabakaga ham kerak emas. Ruscha gapirsam madaniyatli bo'laman-ku. Sabakaga ham qiziq emas bir mavzuda video olmoqchimiz. Siz bizga sovg'a kelgan, mana shuni ochamiz hozir. Hop. Meni o'ylagan kitob. Buni ko'plab blogerlar reklama qilgandi. Xudo xohlasa biz ham o'qib chiqib o'zimiz shaxsiy fikrimizni bildiramiz. Meni o'zingga tenglashtirma. Meni uyim ham, ishim ham shu yerda. Men shaharlikman. Kazolardanman men. Uyga borsam dadam so'radi. Nima bo'ldi o'qishing? dedi. Kirolmadim dedim. Sen nima uchun o'qishga kirolmading? Aytaymi dedi. Nima uchun kirolmadim dada? Desam, mana hovli etagida turgan mol seni o'qishga kirishingga harakat qilyapti bolam. Agar men shu molni sotib yuborsak, yo'ling ochib ketadi bolam. Aytdim, molni nima aloqasi bor deyman? Lekin kattalarni bilgan ekan, keyingi yilga molni sotib yubordik. Shu molni sotib yubordik, o'qishga kirib ketdim. Ey dadam o'qishga tayyorlanyapman desam, molni boqimdan ko'ra derdi-da. Endi tushundim dadam nimaga bunaqa deganini. Lekin baribir alam qildi. Men shuncha mehnat qilib, shuncha iste'dodim bilan, shuncha